إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, muallim sani negizinde Arab harflerin öğrenimini devam ederiz. Biz endi kelib jetdik bunday harfga. Aytagizlar, tanishig'ali bugungi darsimizni. O'tgan darsda 3 nuqta qo'ysak, narsa bo'ladi degali? Sh harfi, shunday. Bugun shunday formada, ammo 3 nuqtasi g'ina yo'q. Bu bizning sin harfi. Sin. Shuluq sh shekilli boshida yozila, ham mana bu aytib o'rtada yozila, ham oxirida. Shunday. 3 nuqta qo'ydik ekan. Sh bo'ldi, shulay bit. O'rtada masalan. Ammo u 3 nuqtasi yo'q bunda. Bu bizning harf sin harfi. S. Arab tilida s harfi ishov. Sin bizdagi shekilli. Bor saqov s, boshqalardagi tefek degandagi s. Ham bor hali bizning qolin etib o'qila turgan shunday toza sot harfi. So. Saqov s. So simiz so. Toza s. Ama şimdi yumuşak qilama turgan sin harfi. Sin. Ham ol yumuşak etib o'qila. Nechik etib? Sa, si, su. Sa, si, su. Ayda kitobga qarayga tanish so'zlar yo'qmi ekan? Sa, si, su. Bas, sam, sir. Sir. Ayda o'ylaygali? Narsa ol sir? Bilasiz o'ylab qarasak. Sir. Shulay bit. Sir. Sekret. Arab tilidan kirgan ekanmizga sir degan so'z shulaymi? Sin, sil. Tag'in bir tatar so'zi. Nima so'z? Tanidingizmi? Kim aytadi? Safaru. Safar, shulay bit. Safar. Safar masjidlarida bor. Trassada shulay bit. Safar masjidi. Safaru. Safar, ya'ni yo'lga chiqu, safar deb ataladi. Saqaru, sabaqu, salafu. Salaflar ya'ni o'tgan bunda yashagan kishilar. Salaflarimiz ya'ni предшественниклар. Bizga haqda yashagan bun salaf deb yurtdilar. Tag'in keldi bir so'z arab tilida. Samaku. Samak tarjima etiladi baliq deb. Riba, baliq. Baliq. Farasu. Farasu ot, oyg'ir. Maslaku. Maskanu. Qarag'izali muslimu. 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 Narsa ol? Muslimu. Muslim. Musulmon. Shulay bit. Musulmon. Muslim. Musulmon. Musrifu. Simsimu. Aslama. Yuslimu. Istaysara. Yastaysiru. Hammadan so'z qolmadi. Aydagiz kitobdan qarab birga o'qiygali. Sasisu. Bas. 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 Sam. 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 Sir. 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 Sin. 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 Sil. 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 Safaru. 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 Saqaru. 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 Sabaqu. 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 Salafu. 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 Samaku. 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 Farasu. 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 Maslaku.
Meslaku. Meslaku. Meskenu. Meskenu. Muslimu. Muslimu. Musrifu. 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 Simsimu. 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 Esleme. 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 Yuslimu. 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 İsteysera. 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 Yesteysiru. 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 Ha narsalar ishlaysiz, siz bek yaxshi bilasiz. Shulaymi? Bir yo'l sin harfini yozib chiqamiz, ikkinchi yo'l sa deb oldiga keladigan harfni yozib chiqamiz, boshida o'rtada keladigan s harfini kitobdan qarab yozib chiqamiz, uchinchi yo'l ayni oxiridan keladigan s harfini yozib chiqamiz. Ondan so'ng endi tutunamiz shu s harfi bilan kelgan so'zlarni birer yo'l ko'chirib chiqarishlar. Bas, sam, sir, Shulay aytib ko'chirib chiqqach, anlari tutunamiz o'qirashlar. 15-20 minut ustab o'qiymiz. Ham oldagi darslarni qabullarga unutmaymiz. Alloh taolo barchamizga da zirak zihn, kuchli xotir, hamda shu Qur'onni o'qirga o'rganirga yengil etsin. Subhanakalloh va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.